Assalomu alaykum, oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyi uchun to'liq batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Ya'ni siz obunachilarimizga chegirmali narxlarni e'tiborlarga havola etamiz. Video boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Qahramon akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Bo'lmasam biz video syomkamizni boshladik. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Aka, hozirgi kunda Farg'ona va Toshkent, Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimiz qaysi sanalarga qayerdan bor? Shular haqida video syomkamizni boshlasak. Xo'p. Farg'onadan haftada 2 kun bo'ladi reysimiz. Primoy reys seshanba, chorshanba kunlari. Namangandan bor. Namangandan ham haftada 2 kun bo'ladi. Seshanba, chorshanba kunlari bemalol telefon qilishaversin. Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Xudo xolasa Toshkent yo'nalishi bo'yicha kunora reyslarimiz bor. Dekabrning oxirigacha xudo xolasa reyslarimiz bor aka hozir. Bor, reyslarimiz bor. Xo'p, safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Xo'p, safarimiz 14 kun bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada esa 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Gastitsamiz oralig'lari Madinada 150-200 metr oralig'ida, Makkada esa 1-1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Xudo xolasa. Avtobuslarimiz bor, 24 tomonda turadi. Bemalol yosh kattalar uchun, yurishga qiynaladigan odamlarimiz uchun avtobuslarimiz bepul tarzda kechasi kunduzi xizmatda bo'ladi. Xudo xolasa. Bundan tashqari piyoda ham borib kelish imkoniyati bor-a? Piyoda ham borsa bo'laveradi bemalol. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agar siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan ishonchli va garantiyali tur firma orqali Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin azizlar. Xo'p, Qahramon aka, bundan tashqari firma tomonidan beriladigan narsalar haqida ham ma'lumot berib o'tib ketasizmi? Xo'p, bizning firma tomonidan beriladigan narsalar, pasportlarni tashlashsa, onlayn tarzda tashlashsa, viza chiqaramiz va bizning firma tomonidan mana bunday bo'yinga taqadigan nimchalar beramiz. Kamzil beriladi bizning firma tomonidan va aeroportda ishlatadigan narsamiz, samolyotda ketyapti, bo'yincha yostiqchalar beriladi. Aeroportda olamiz esa bozordan 150-200 ming atrofida oladi. Bizni firma tomonidan bonus tarzda beriladi bular. Xudo xolasa. Ya'ni va mana bunday sumkalar beriladi. Bizni firma tomonidan beriladigan 14 kun mobaynida ziyorati, ibodat qilib qaytayotganda 5 litr zamzam suvi hadya qilinadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, hoziroq joylarini bron qilinglar va aloqaga chiqib, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Xo'p, Qahramon aka, hozirgi kunda dekabr oyini chegirmali narxi necha pul etib belgilandi? Xo'p, hozirgi kunda dekabrda chegirmali narximiz vizasi borlar uchun vizasi bo'lsa $100 kam to'lov qilinadi. $950 qilib beramiz. Vizasi yo'q bo'lsa $1050 dan qilib beramiz vodiyda. Farg'ona va Namangan primoy reyslarimiz. Toshkentdan esa kunora reysimiz bor. Primoy reyslar Toshkent Jidda, Toshkent Madina reyslarimiz $1100 dan qilib beramiz. Tushunarli. Oyda oxirigacha mana shu narxlarimiz amal qiladi. Xuddi shunday. Xudo xolasa. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Xo'p, to'lovlarni vodiydan biz yaqin ofisimizga yaqin joydan kuzatayotganlar bo'lsa, bizni ofisga kelishaveradi. Kassalarimizga uchraylar, kassalarimizda bemalol so'm tarzda to'lov qilinaveradi. Bizni uzoqdan kuzatayotganlar, vohadan va musofirdan kuzatayotganlar uchun Telegram orqali bizga yozishsa, shot raqamlarimizni beramiz. Bemalol o'zlariga yaqin bo'lgan bank filiallaridan bemalol to'lashlari mumkin. Xudo xolasa. Demak, to'lovlarni xolasa kelib, xolasa bank orqali to'lovlarni amalga oshirish mumkin. O'zlariga yaqin bo'lgan bank ofislaridan. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlarining ko'rdilaring, sizlarga to'liq va batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Qahramon aka, sizga ham rahmat. Mana shunday xalqimiz uchun mana shunday chegirmali narxlar, sharoitlarda hammasini zo'r qilib berishga harakat qilsalar, biz ham juda ham xursand bo'lardik aka. Rahmat, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling.